O'zbekistonning 9 ta viloyatida sel xavfi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 13-dan 18-aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar sabab tog'li hududlarda sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. O'zgidromet favqulodda ehtiyotkorlik choralarini ko'rishni so'radi. O'zgidromet 13-dan 18-aprel kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ish sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel xavfi yuzaga kelishidan ogohlantirdi. Qayd etilishicha, quyidagi hududlarda sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Beysun, Sherobod, Sho'rchi, Muzrabobod tumanlarida, Samarqand viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati, Xatirchi, Navbahor, Nurato, Kanmix, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'alla Orol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati, Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yakkaqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati, So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Paxtaobod, Isboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida, Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishga olib kelishi mumkin deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.